Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga bir noxush xabar bilan murojaat qilmoqdaman. Hayotda har xil narsa sodir bo'lar ekan va inson bu narsalarning barchasiga tayyor turishi kerak ekan. Men bilan ham shu narsa sodir bo'ldi hayotimda. Xabarlar bor ta'lim sohasida 7 yildan beri faoliyat olib kelmoqdamiz va o'quv markazlari, xususiy maktablarga asos solib yoshlarga ta'lim berib kelmoqdamiz. Lekin so'nggi paytlarda insonlar orasida, tanishlarim orasida sen egoistsan, biliming hech kim bilan bo'lish xohlamaysan, faqat o'zing bu sohada muvaffaqiyatga erishish xohlaysan degan gaplar ko'payib ketdi. Shu sababdan unday emasligini isbotlash maqsadida o'z shaxsiy brendimni yuritishga qaror qildim. Shu sababli bundan keyin lentanglarda ko'proq chiqsak xafa bo'lmaysizlar va aksincha like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib, ta'lim sohasida ingliz tili IELTS bo'yicha qanaqa savolinglar bo'lsa, hammasini qoldirishlar mumkin. Barchasiga imkon qadar javob beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.